Assalomu alaykum barchaga, xayrli tong. 21-noyabr. Birinchi qizimizni erta tongdan funksiyalarini hozir tugatdik. Bu qizimiz kamida 10 yil bo'lsa kerak bizning patsientimizlar. Shuncha yil davomida birinchi turmushda, ikkinchi turmushda harakat qilib ko'rdik, lekin tabiiy homiladorlik hech ham bo'lmagan. Va 40 yoshlarida mana bu yil eko programmasiga kirdik. Birinchi programmadan ikkita a'lo sifatli embrion oldik. Genetik tekshiruv o'tkazolmadik, lekin ularni ekkanimizda natija bermadi. Hozir orada 1-2 oydan olib qayta programmaga kirganmiz va bu programmadan shu sikl o'zida ham stimulyatsiya, ham zabor va muzlatilmagan embrionlarni tabiiy siklda tayyorlangan endometriyga ekish planini mo'ljal qilib qo'yganmiz. Bularda giperkoagulyatsioniy sindrom hollar bilan muammo bor, qon juda ham quyilib qoladi va buni gematolog, gematosteziologlarimiz juda uzoq muddatda davolab, hozir mana norma holatiga keltirib berishdi va bu fursatdan foydalanib, shu bular uchun individual bo'lgan programmani qo'llab ko'rmoqchimiz. Hammamiz duo qilib turamiz. Inshaalloh bularda ham homiladorlik bo'lsa, juda ham xursand bo'lgan bo'lardik.